Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizning ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldindan biz iqtinlarga bu hafta huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Iqtinlarda Istanbulda yangi yil kechasi qonliq voqea yuz berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. 2017-yili 1-oyning 1-kuni kech soat 1dan 15 minut o'tganda Istanbulning O'rtako'ydagi Reyna Keçilik klubida bir qonliq hujum qilish voqeasi yuz berib 39 kishining o'lishiga va 69 kishining yaralanishiga sabab bo'ldi. Bu voqea chiqqandan keyin ba'zi Turkiyadagi axborot vositalari hech qanday bir asossiz shaklda bu voqea sodir qiluvchining Uyg'ur bo'lishi mumkin ekanligi haqida xabar tarqatishi bilan bu albatta Turkiyadagi tashkilotlar bo'lsin, shunday dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni qattiq bularning noroziligini qo'zg'adi bu xabar. Türkiye'de Hür Şarkı Türkistan munbir namida bir bununla narazilik bildirip bayonot e'lon qilgan bo'ldi. Shundaqla Qaraqashdagi voqeaga aloqador ba'zi tafsilotlar oshkorlandi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Sizlarga ham ma'lumki 2016-yil 12-yanvar 28-kuni Sharq Turkistondagi Xotan Qaraqashda yuz bergan hukumat organiga qarshi elib berilgan bu hujum voqeasiningki ba'zi tafsilotlari oshkorlandi. Shundaqla Washington va Gollandiyada Uyg'ur tashkilotlari ustoz Abdulhakimxon Mahsum Hajimni xotirlab faoliyat uyushtirdi. Washingtonda 30-dekabr, Gollandiyada 1-yanvar o'tkazilgan bo'ldi. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz diqqatinglarda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. İstanbul'da yeni yıl keçisi qonliq voqea yuz berdi. 2017-yil 1-oyning 1-kuni sahar soat 1dan 15 minut o'tganda İstanbulning O'rtako'ydagi Reyna Keçilik klubida qurolliq hujum qilish voqeasi yuz berdi. Voqeada 39 kishi hayotini ayrildi, 69 kishi yaralandi. Voqea yuz bergandan keyin ba'zi axborotlarda hech qanday dalilsiz holatda voqea sodir qiluvchining Uyg'ur bo'lish ehtimolining borligini e'lon qilishi Turkiya va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning noroziligini qo'zg'adi. 2017-yil 1-oyning 1-kuni sahar soat 1dan 15 minut o'tganda İstanbulning O'rtako'ydagi Reyna Keçilik klubida qurolliq hujum qilish voqeasi yuz berdi. Voqeada 39 kishi hayotidan ayrilib, 69 kishi yaralandi. Hayotidan ayrilgan kishilarning 11i Turkiyalik, buning ichida 7sining Saudiya Arabistonlik ekanligi, 4ining Iroqlik, 2sining Hindistonlik, 2sining Tunislik, qolganlarining bo'lsa Kanada, Suriya, Isroiliya, Liviya va Belgiya tavalligidan ekanligi. Bularning 25i er, 14i ayol ekanligi aniqlandi. Voqea sodir qiluvchi taksi bilan Keçilik klubining oldiga kelib, mashina orqasidagi so'mkadan uzun stivulli qurolini chiqarib, kirish eshigidagi qo'g'dash xodim bilan bir soqchini o'q etib o'ldirgandan keyin klubning ichiga kirib, taxminan 5 minut atrofida klubdagi kishilarga qaratib o'q yog'dirgandan keyin patparaq bo'lishgan kishilar orasiga qo'shilib qochib ketgan. Etilgan o'qning 180 pay atrofida ekanligi faraz qilinmoqda. Voqea yuz bergandan keyin Turkiya raisi Rajab Tayyip Erdo'g'an, Binali Yildirim va har qaysi ministerliklar bu vahshiy terrorlik hujumini qattiq aybladi. Undan boshqa har qaysi davlatlarning rahbarlari ta'ziya bildirib, bu terrorlik voqeasini birdak aybladi. Reuters agentligining 2-yanvar bergan xabarda İstanbul O'rtako'ydagi Reyna ismli donglik Keçilik klubida elib berilgan terrorlik hujumini Daeshning ustiga olganligi bildirildi. Voqea sodir qiluvchiga aloqador ma'lumotlar kun sari oshkorlanmoqda. Qanliq voqeani paydo qilgan hujumchining kimligi, uni hujum yuz bergan yerga elib kelgan taksi shofirining telefon xotirasidan ma'lum bo'ldi. Daeshning shahar hujumchilaridan biri ekanligi qayd qilingan Abu Muhammad Khurasani nomida maxfiy ism bo'lgan terrorchining hujum qilish buyrug'ini Daeshning Istanbuldagi amiri Xo'ja akadan olganligi o'tirg'a chiqdi. Abu Muhammad Khurasani ismli bu terrorchining 2 oy ilgari Suriyadan qonunsiz yo'llar bilan Turkiyaga kirganligi aniqlandi. Taksi şoförünün telefon xatirasidan ma'lum bo'lishicha, Abu Muhammad Khurasani ismli terrorchi Daeshning atalmış İstanbul amiri Xo'ja aka va uning Tojikistonlik Yusuf nomida maxfiy ism bo'lgan yordamchisi bilan ko'rishgan. Asli ismi İlyas Momasharipov bo'lgan Tojikistonlik Yusuf bo'lsa qo'lga ilingan. İstanbul terrorlikqa qarshi turish sho'basi va istixborot atriti munosabatlik 71 kamera xotirasini tekshirish orqali terrorchining voqea yuz bergan yerga 300 metr atrofida qolganda tushib qolgan 34 TJT 14 nomerli taksining shoferini tepib chiqqan. Taksi shoferining bildirishicha, shofer bu terrorchini Zaytinburnidan elib, sahil yo'li orqali naq maydonga kelgan. Hamda uni taksidan tushirib qo'yib, uzun o'tmayla o'q ovozini anglab, u joydan qochgan. Shofer terrorchi haqida u turkchini yaxshi bilmaydi ekan.
Mening telefonimni oriyatga elib, bir ikki odam bilan menmu tushunmaydigan arabchadek bir tilda so'zlashdi va telefonimni berdi. Naq maydonga 250-300 metr chiqalganda taksi pulni berib, taksidan tushib qoldi deganlarni bildirgan. Saqchilar aniqlash jarayonida terrorchi taksi shofirining telefonda ko'rishgan ikki kishining birining Qozog'istonlik Daeshning Istanbul amiri Xo'ja aka ekanligini, yana birining bo'lsa uning yordamchisi Tojikistonlik Yusuf deyilgan İlyas Momo Sharipov ekanligi bildirildi. Birinchi ayning 3-kuni Momo Sharipov va uningga munosabatli 7 kishi qo'lga olindi va bu 7 kishidan egallangan uchurlarga asoslanib, yana 4 gumondor tutilgan. Egallangan munosabatli uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Abu Muhammad Xurasani deb atalıyotgan bu terrorchining 1988-yil tug'ilganligi, 2 oy ilgari qonunsiz yo'llar orqali Suriyadan Turkiyaga kirganligi va Daeshning shahar hujumchilari qatoriga qo'shilganligi, İstanbul Başak shahar Kaya shahridagi o'rnidan 3 kun burun ayrilganligi hamda voqea yuz berishdan burungi 48 soat ichida Zaytinburnidagi qirg'iz yaqinlarining yanında bo'lganligi ma'lum bo'lgan. Undan boshqa terrorchining ruscha va o'zbekchani intayin pishiq bilgandan boshqa yana arabcha va turkcha mo so'zlasha oladiganligi oshkorlangan. Hurmatli televizor biz bu voqea haqida albatta necha kundan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi bo'lib Turkiyadagi Uyg'urlarning aytib rahatsiz hech qanday ba'zi bir axborotlarda asossiz holatda voqea sodir qiluvchiniki Uyg'ur bo'lish ehtimolligi bor degandek xabarlar chiqqandan keyin albatta Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan bu bizni rahatsız qilyapti. Mushu haqda bu voqeaninki mushu voqea haqida shunday bu chiqayotgan axborotlar haqida biz Turkiya Hacettepe Üniversitesi, Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi o'qituvchisi, shunday strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor Alben ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor, albatta haqiqatan bu yangi yil kechasi birinchi kun kechasi yuz bergan bu voqeadan keyin aldı bilan yani tafsilotga kirmay dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar bu voqeaninki xabar topmagan bir Uyg'ur yo'q bo'lsa kerak. Ammo chiqayotgan axborotlarda xuddi bu qasdtanlik bilan bu voqeaning keynidan xuddi Uyg'urlarningki davosini zidlash uchun bir xil bir maqsad, bir nishon, bir hadaf bo'layotgandek tuyg'u beryotidi. Hech qanday davlat tarafidan bir muhaqqaq bu palani shaxs u bu degandek axborot e'lon qilinmasdan burun Turkiyada bunday har xil axborotlarda Uyg'ur bo'lishi mumkin, u bu degandek xabarlarningki chiqishi bu qanday tushunimiz buning qanday qarayapsiz? Mushaxtiki fikringizni deb qolsam oldi bilan. Aslında şu terör meselesi kelgan chaqda Mavu Cumhur Reisi Erdoğan'ın degandek terörningki bir dini yok, bir milleti yok. Xo'sh. Shundaqla bir maxsus bunda bir vatanım yok. Xo'sh. Bunda bir paytda bir terör faaliyetini bir milletga atab turib, bir milletga atib qo'yib bundaq ifoda qilish to'g'ri emas endi. Bu kizchilikdimi, axborotchilikdimi, jurnalchilikdimi to'g'ri emas endi. Ama nima uchun bunday bo'lib qoldi? Buni tushunishmi bek ters endi. Buni orqasida nima maqsad var, nima o'yin bor, buni bilmaymiz. Xuddi Uyg'urlar terrorizmni bek yaxshi qildi-da, bu damı shu Uyg'urlar qildi degandek. Yoki Uyg'urlar hech terrorizm bilan aloqasi yo'q, ama qilib saqdi degandek. Xo'sh. Alayda bir qiziqish var, Uyg'ur qildi deb. Bunun hakkında yani siyasi maqsadlar bormi, uni hozircha tushunmaymiz endi. Shuningga bu matbuotda bundak qaylamqon yezishi hamda bu chet eldagi matbuotlar ama Türkiye'nin matbuotlarida bunda davotidi deb ilib yezyapti. Bo'libmi Xitoy tarafimi shu matbuotlarda albatta. Mana shu Uyg'urlarga shunday qilib ishigini ochqanti mana ana qo'y bo'ldi endi. Endi balani topdi o'zi deb yozgan Xitoylarmi bo'ldi hozir shu Xitoyningki to'g'ri. Global Times degan bir gazet endi. Xo'sh. Daily People degan gazetninki ostida faoliyat yurgizayotgan bir gazet, ya'ni Xitoyningki rasmiy gazetlar bular. Tabii. Shunga bu ahvol endi bu bütün Uyg'urlarning ko'nglini ranjitgan bo'ldi endi. Hamma Uyg'urlarning ko'ngli yerim.
Hem Uygurlar Türkiye'ni yaxşı gördü. Türkiye'ninki âli menfaatga hürmet kılıdı. Şununla Türkiye'ye ziyan berdiğin hiç kadar bir faaliyetlerini ilip kelmegen, yani ilip almagan. Bunda bir peyti, bunda bir ahval çıkışı hem Uygurlarını ko'nglini yerim qilgandek, balki nurg'un Türklarning ko'nglini yerim qilgan bo'lishi kerak. To'g'ri, to'g'ri. deb o'ylayman. Hidayatullah Oğuzhan bayonot e'lon qildi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidayatullah Oğuzhan İstanbul O'rtako'yda yuz bergan qonliq hujum orqasidan maydonga kelgan asossiz qarilg'uchi axborotlarga xitoban ay axborotlar Sharq Turkistonliklarni qonliq voqeaning qurboni qilmanglar nomida bayonot e'lon qildi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullah Oğuzhan bayonot e'lon qildi. U bayonotida ay axborotlar Sharq Turkistonliklarni qonliq voqeaning qurboni qilmanglar. Payda manfaat nuqtasidan shundaqla Sharq Turkistonlik muhojirlarning amalsizligi va chorisizligi nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, yaqinqi davrlarda yuz bergan har qanday bir voqealar hech qanday aloqasi bo'lmagan va ko'p ishlardan bexabar Sharq Turkistonliklarga surkalmay o'tmadi. Yangi yil kechasi Turkiyaning ko'ngil ozodaligi, orzulari va yuksalishini yo'q qilishni maqsad qilgan bir pastkash terrorlik hujumi yuz berdi. Buningdan hamma odam qayg'uga cho'mdi. Cümleden Türkiye'ni asas qilib İstanbul'da elib berilgan kishini nafratlantiradigan hujum voqeasi barliq Turkistonliklarni intayin cho'ng g'am va qayg'uga cho'mdirdi. Ammo bu voqeani paydo qilguvchi va orqasidagi kuchlar oshkora bo'lmay turib, tezlikda tegi-takti aniq bo'lmagan Zaytin burnida o'ltirishlik bir Afg'onistonlikning rasmini hujumni elib borguvchi Daeshning Sharq Turkistonlik a'zosi degan xabarlar har qaysi axborot sohasining bosh betidan o'rin oldi. Biz Turkistonliklarda shundoq bir mashhur hikmatli so'z bor. Yetimning og'zi oshqa tegsa, beshi toshqa tegibdi deydigan. Xuddi shuningdek bu kunlarda bir ish yuz bersala, hammamizning yuragi og'ziga kaplashib qoladi. Sharq Turkistonliklar Turkiyadagi muhojirat hayotining dastipidan tortib bugungacha turk xalqi bilan taqdirdosh bo'lib, o'xshash his tuyg'u va sevgi bilan hurmat topgan edi. Bizning burunqi peshvolarimiz Xitoy ishg'olidan keyin hayotiga qilinayotgan tahdidni his qilib, Turkiyadan panohlik tilagan va bu tuproqni o'zining vatani deb bilgan, hamda bu yerda yashash jarayonida boshqalarga ulgu bo'lg'idek yaxshi holatda yashagan. Shundaqla Turkiston masalasi bugünkidek qo'g'dilinib, bizlarga omonat qilingan. Undan keyin Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilari zulmning ish berishiga ergishib, ko'p sonli kishilar taxminan 10 ming atrofida hijrat qilib chiqib, yana o'xshashla Anatoliyaning quchoq echishiga va qarindoshlik mehriga erishdi. Afsuski, parlagan, taraqqiy qilayotgan, kuchlanayotgan Turkiyaning har taraflarida xoinlarcha hujumlarning elib berilganligi va qo'shni davlatlarning cho'ng bir urush o'ti ichida qilayotganligi, bu urush o'tlari chegaraning bu tarafida ham his qilinayotganligidek bir vaziyat maydonga kelishga boshladi. Ahvol shundoq bo'lgancha xalqaro tangponliklar strategik munosabatlardagi ahvollarni fursat deb bilgan ba'zi davlatlarga o'xshash Xitoymi Uyg'urlarni turk davlati va xalqiga media tashviqoti yirginishlik va ziyon keltiradigan qilib ko'rsatish fursatini qo'lga keltirishga boshladi. Xitoy oxirgi yillarda butun imkoniyatini sarf qilib, Turkiyada Sharq Turkiston masalasi bilan munosabatli bo'lgan salbiy fikr va salbiy ishlarni maydonga keltirib, haqliq zamindan qonunsiz holatda majburiy terrorist sepiga qaytish uchun tirishchanlik ko'rsatishga boshladi. O'rtako'y terrorlik hujumidami ish aniqlanmay turib, tezlik bilan Uyg'urga o'xshaydigan va bu hujum bilan hech qanday munosabati va aloqasi bo'lmagan bir Afg'onistonlikning rasmiy tutqi qilinib turib, bu Daeshning Uyg'ur a'zosi voqeani sodir qilgan deb axborot sohasida tashviq qilindi. Menga nisbatan tushunishlik bo'lmagan bir ish shuki, bu xabarni tarqatganlarning kallasiga qanday bo'lib bu Afg'onistonlikning tamojindan o'tgan vaqtidagi rasmi keldi. Hatto uning Uyg'ur ekanligi sharafsizlik bilan keng tashviq qilindi. Xo'sh, Daeshda faqat Uyg'urlar bormi? Daesh ichida turk, kurd, arab, ingliz, chechan, o'zbek, hindistonlik, demak qaysini izlasak bor. Undaqda nima uchun bu to'g'rida buncha tez bir shaklda axborot o'rinlarining kallasiga faqat Uyg'urlar keladi? Shuni ta'kidlash kerakki, hammadan muhim bo'lgani Sharq Turkiston xalqi 40 milliondan ortiq bo'lgan cho'ng bir millatdir. Bir o'chim past chuprandilarni bahona qilib turib, mavjud bo'lgan davosida jon tanishayotgan bir chorasiz,
bechora, yolg'iz millatni qaralash har qanday bir musulmonga va yoki vijdonli bir insonga loyiq kelmaydigan bir zulmdir. Men bir Sharq Turkistonlik bo'lib sifatim bilan shuni aytaman. Sizlar xalqimizni keskin va uchuq bo'lgan iboralar bilan Daesh va uning o'xshi bo'lgan ozg'un vahshiy terrorist qilib ko'rsatdinglar. Biz Uyg'ur yoshlarining bu ozg'un guruhning oldimiga tushmasligi uchun butun imkoniyatimiz bilan kurash qilyapmiz. Lekin cho'ng davlatlarimo o'z fuqarolarini bu terroristlarning ta'siridan va saflariga qitilishdan cheklab bo'lolmagan yerda bizga o'xshash yetim o'z haqlarini o'z qo'liga elishga qodir bo'lolmagan bir xalq qandaqmi ba'zi bir intayin oz sondagi Uyg'urlarning ularning sepiga qitilib qilishini cheklab bo'ladi. Ahvol mana shundoq bo'lgan ekan, jamiyatning hamma sohasidan, rahbarlarimizdan, tashviqotdan va har kimlardan bu vaqtda bizga o'xshash bir chorasiz, boshsiz va himoyasiz bir qavmning haqlarini yetim haqqiga o'xshash astoydillik va mas'uliyatchanlik bilan muomala qilishini talab qilishdan boshqa talabimiz yo'qdir inshaalloh. Ma'rif jamiyatida oylik suhbat yig'ini elib berildi. 31 dekabr shanba kuni Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Istanbul chapidagi markazida oylik uchrashuv suhbat yig'ini o'tkazildi. 31 dekabr shanba kuni tushdan keyin soat 6 da Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Istanbul chapidagi markazida oylik uchrashuv suhbat yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining rahbarlari, a'zolari va Istanbulda yashayotgan Uyg'urlardan bo'lib 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Yig'in boshlanishdan burun jamiyat markazida Qur'on tilovat va xolis o'pchi duo qilindi. Yig'in jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxonning so'zi bilan boshlandi. Jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon so'zida Sharq Turkistonliklarning qobiliyatli va faxrlik o'g'lani, esil axloqqa ega bo'lgan suyumlik ustozi Abdulhakimxon Maqsumajimdan ayrilib qolganligini, buning Sharq Turkistonliklar uchun og'ir yo'qotish va musibat bo'lib hisoblanadiganligini, ammo buninglik bilan hargizmi umidsiz bo'lmaydiganligini, ustozning orzu umidlari va ulug'vor g'oyalarini amalga oshirish yo'lida to'xtamay olg'a qarab mangadiganligini, Maqsum Ajim ustoz boshlab bergan bu karvonning ustozning vafoti bilan to'xtab qolmaydiganligini asosiy mazmun qilib, ustoz Abdulhakimxon Maqsum Ajimga bo'lgan cho'nqur hurmati va qayg'usini ifodalash bilan birga, ustozning o'zidan kutgan umidlarini oqlash yo'lida barliq tirishchanligi bilan xizmat qildiganligini bildirdi. Bizdeki umumning qimmatli bir shaxs va bu kishidagi bizga yashab ko'rsatgan butun qimmat asarlari, tajribalari, nasihatlari va meroslari biz uchun shunday qimmatli, o'rtaq hammaylan bu yo'lni o'rtaqlashtirsak, hammaylan ba dasmini, ba ilmni, ba quvvatni, kuchimizni, ba imkonning hammani birlashtirsak, inshaalloh hammaylan bulanmışqaqda ayrım yig'lamaymiz. Kulkimiz va xushalligimiz bundan keyin bir bo'lsin. Bundan keyin atılgan qadamlarimiz bir bo'lsin. Mushu nuqtada meniki Maqsum Ajimniki vafotidan keyin tunji qatim bu minbar Maqsum Ajimsiz boshladik. Alloh taolo Maqsum Ajimni o'z rahmati bilan muomala qilsin. Günah ve taksiratlarını mağfiret eylesin. Cennetil Firdevs'ta âli makama takilsin. Ve bizim o Maqsum Ajim'nin ki şu ulug'vor g'oyalarini amaliylashtirishga insaf ve tevfik versin. Birlik, beraberlik versin aziz qarindoshlar. Jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon ekin İbrahim Damollam so'z qilib, nurg'un kishilarning vafot topgan bo'lsa-mu, ammo ularning ruhining mangu hayot ekanligi, ularning insoniyat uchun qo'shgan to'kpilarining unutilmaydiganligi marhum ustoz Abdulhakimxon Maqsum Ajimning ham shularning jumlasidan ekanligini Maqsum Ajimning esil hayot faoliyatlaridan misollar bilan so'zlab o'tdi. Biz har qachoniki u ustozimizning bizni qo'yib ketgan narsasi umuman qilib aytganda modda emas, bino emas, qurilish emas, pul emas, altın emas, kumush emas, ma'arifdir ma'arif. Nimadir ma'arif? Tanımak, tanıtmak. Nimani tanıtmak? Yegane Xaliqni tanıtmak. Nimani tanıtmak? Peygamberni tanıtmak. Nimani tanıtmak? Kur'an'ni tanıtmak. Şu arkalık nimani tanıtmak? Dünya ve ahiretlik insaniyetlerin baxtini tanıtmak. Nimani tanıtmak? Ezilayotgan ümmet yarısı bo'lgan, ümmetning ko'z qarchig'i bo'lgan, ümmetning yurak yarısı bo'lgan. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyendan ibaret İslam dinine itikad kılgan
Uyghur Müslümanlarının dünya ve ahiretlik baxt saadetinin yolunu tunutmaktır. Ustazımızın rastı budur. Ahırda İbrahim Damollamның qılğan təsirlik duası bilan yığın ahırlaşdı. Yurtlardan ayrılgan, ayrılıvatkan, ippitinden ayrılıvatkan, vatanidan ayrılıvatkan, özünün barlıq nəslinin ayrılıvatkan, cenidən ayrılıvatkan, tenidən ayrılıvatkan, şularının şu əziyyətlerini ya Rabbi, özən dərgahında kabul eylegin ya Rabbi. Ulanın cennet kirişige, senin cemalını körşige, vesile kılgın ya Rabbi. Qaraqashdagi voqeaga aloqador ba'zi tafsilotlar oshkorlandi. 2016 yil 12 oyning 28 kuni Sharq Turkistonning Xotan viloyati Qaraqash nahiyasida Xitoy hukumat organiga qarata elib berilgan mashinalik bombalik hujumning ba'zi tafsiloti oshkorlandi. Xitoyning zuvani bo'lgan Tangritog' to'rida 12 oyning 28 kuni Sharq Turkistonning Xotan viloyati Qaraqash nahiyasidagi Xitoy tajovuzchilarining hukumat organiga mashina bombalik fidoilik amaliyoti elib berilganligi to'g'risida qisqacha xabar berilgan bo'lib, voqeaning tafsiloti va aloqador kishilarning salohiyati to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmagan edi. Voqea yuz berib bir necha kun o'tgandan keyin Xalqaro Uyg'ur kishilik huquq va demokratiya fondi jamiyatining to'r betida voqeaga aloqador ba'zi ma'lumotlar berildi. Ma'lum bo'lishicha, voqeada 5 odam o'lib, 4 odamning yaralanganligi ilgari surilgan. Xitoy doiralari voqeaga aloqasi bor deb qaralgan 34 er va ayolni tutqun qilgan. Voqea yuz bergandan keyin Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur bo'limi iz qo'g'lab telefon orqali egallagan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, 4 nafar hujumchining hammasining Qaraqashning Yava yesidan ekanligi. Bulardan 34 yoshlik To'xti Mehmet Tursun Niyoz bilan Nurmamat Tursun Niyozning Juma bozor kentida o'ltirishliq aka-uka ekanligi. Yana bir nafarning bo'lsa, Jahonbog' kentida o'ltirishliq 23 yoshlik Abdulatif Matqurban ekanligi ma'lum bo'lgan. 12 ayning 29 kuni Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi muxbirining Xitoy bexatarlik tarmoqlaridan egallagan xabarda 3 kishi nahiylik hukumat qo'rosiga bosib kirgan. Orqadan portlatish qurilmasini portlatgan. Bir kishi pichoq bilan qo'rodagi Xitoy xodimiga hujum qilgan. Voqeada bir bexatarlik xodim bilan yana bir qo'rog'i mas'ul qo'g'dug'ichi o'lgan. Muxbirlar Xitoy xodimlaridan telefon orqali ahvol egallashga uringan bo'lsa-mu, Xitoyning munosabatli xodimlari tomonidan rad qilingan. Ahvolning ba'zi tafsilotlaridan ma'lum bo'lishicha, Qaraqash nahiyasining vaziyati intayin jiddiylashgan. Nahiya ichiga sirtdan kirmoqchi bo'lganlarning kirishiga ruxsat qilinmagan. Qurolli soqchi qismlardan Beronovik va ko'cha tekshiradiganlarning soni hassilab oshgan. Washingtonda Abdulhakim Mahsumajim xotirlandi. 30 dekabr kuni Amerikaning Washingtonda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur Amerika birlashmasi birlikda marhum ustoz Abdulhakimxon Mahsumajim vafoti munosabati bilan maxsus xatmi Qur'on faoliyati o'tkazdi. Muhojiratdagi Sharq Turkistonliklarning hamma e'tirof qilgan iqtidorli va qobiliyatli diniy va siyosiy yetakchisi, mo'l bilimga ega ustozi Abdulhakimxon Mahsumajim vafot bo'lgandan keyin dunyoning har qaysi taraflaridagi Sharq Turkistonliklar bu ustozga bo'lgan hurmati va qayg'usini ifodalab, har turli marosimlarni o'tkazmoqda. 30 dekabr kuni Amerikaning Washingtonda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur Amerika birlashmasi birlikda marhum ustoz Abdulhakimxon Mahsumajim vafoti munosabati bilan maxsus xatmi Qur'on faoliyati o'tkazgan. Faoliyatda marhumning ruhiga atab Qur'on tilovat va duo qilingan. Faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qadr xonim qatnashgan. 131 yoshlik Uyg'ur ayol Xitoy tarafidan naqsha aytishga majburlandi. Xitoy doiralari Qashqar Yengishar nahiyasida o'ltirishliq dunyo Guinness rekordiga dunyodagi eng uzun umr ko'rgan ayol deb xotirlangan 131 yoshlik Almixon Seyitqa 1 yanvar yangi yilni kutib olish bahonasida elib berilgan atalmish qo'shmoq tuqqan faoliyatida qizil naqsha aytishga majburlagan. Xitoy doiralarining Sharq Turkistondagi zuvani bo'lgan Tangritog' to'rining 4 yanvardagi xabarda Qashqar Yengishar nahiyasining Qumush Eriq yaza Paykun Hoyli kentida o'ltirishliq dunyo Guinness rekordiga dunyodagi eng uzun umr ko'rgan ayol deb xotirlangan 131 yoshlik Almixon Seyitqa Xitoy doiralarining 1 yanvar yangi yilni kutib olish bahonasida elib berilgan atalmish qo'shmoq tuqqan faoliyatida qizil naqshi etkizilganligiga munosabatli xabar berilgan. Ma'lum bo'lishicha, Almixon Seyit 1886 yil tug'ilgan bo'lib, bu yil saq 131 yoshga kirgan va 3 asrga mansub hayotini boshdan kechirgan dunyodagi eng uzun umr ko'rgan ayol bo'lib hisoblangan. Berilgan xabarda odamning eng diqqatini tortgan bir nuqta shuki,
Xitoy doiralari Almaxon Seyitning tug'ilgan vaqtini Sharqi Turkistonliklar bilan hech bir aloqasi bo'lmagan Xitoy yilnomasidagi Guangshuning 12-yiliga bog'lagan. Xabarda yana bir eskartilgan nuqta bo'lsa, Qashqar viloyatining Yengishar noyasida 100 yoshdan oshgan Uyg'urdan 29ning borligi. Shunaqla Almaxon Seyit o'ltiraqlashgan Paykun Hoyli kentida 13 nafar 100 yoshdan oshgan umr cho'lponlarning borligi alayda diqqat tortadi. Islom diniga e'tiqod qilgan har qanday bir musulmonning oxirgi umrda bo'lsa-mu o'zi e'tiqod qildigan dinning yo'l yo'riqiga bo'ysungan holatda yashashi uning orzusi albatta. Ammo Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda mana shuningdek 130 yoshdan oshgan kishilarni islom diniga yot bo'lgan aqida prinsiplarga majburlab elib berayotgan qizil tashviqotlik faoliyatini xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash va Sharqi Turkistondagi atalmish millatlar ittifoqligining yasalma ko'rinishi qilib ko'rsatish uchun ularni insoniy aqlga yot bo'lgan siyosiy vazifa va siyosiy faoliyatlarga majburlab kelayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Sharqi Turkistonda Xitoy jiddiylashmoqda. 1-ayning 3-kuni Amerika ovozi to'rbetida Uyg'urlar va Sharqi Turkistonga munosabatli tafsiliy xabar berilgan bo'lib, xabarda Xitoyning Sharqi Turkiston vaziyatidan jiddiylik his qilayotganligi bildirildi. 1-ayning 3-kuni Amerika ovozi to'rbetida Uyg'urlar va Sharqi Turkistonga munosabatli tafsiliy xabar berilgan bo'lib, xabarda mundaq deyilgan: 2017-yili yil 5-da Sharqi Turkistonning bexatarlik darajasi o'stirildi. Taxminan 3000 ga yaqin qurolli saqchi ko'ch charlamoqda. Yaqinqi bir necha kun ichida bu xil muqimlikni qo'g'dash kuchlari zo'r ko'lamlik terrorlikqa qarshi turish qasam qilish yig'ilishiga qatnashdi. Yaqinda buyon Sharqi Turkistonning vaziyatida qattiq davolg'ishlar yuz berayotgan bo'lib, bir necha kun ilgari nahiylik hukumatga ajallik hujum qilish voqeasi yuz berdi. Yaqinda Yevro Asiya gazet xabarlariga asoslanganda Xitoy 2016-yili 12-ayning 31-kuni tushdan burun terrorlikqa qarshi turish manevri o'tkazgan. Manevrga Belonovik ig'ir tipdagi zo'ravonlikning mudofaalash mashinasi, qo'mondonlik mashinasi, askar yo'tkash mashinasi, 2000 dak qurolli saqchi qism, 1000 dak alayda saqchi qism qatorliqlar qatnashtirilib, muqimlikni saqlash kuchlarining tuyuqsiz yuz bergan voqealarni bartaraf qilish iqtidorini oshirganligini bildirgan. Xitoyning vatanimizdagi JX nazoratining noziri Ju Changji qasam berish yig'iniga riyosatchilik qilgan. Hamda Xitoyning atalmish Xinjiangda turishi qurolli saqchi qism va alayda saqchi qismiga vakolatan Kommunist partiyasining Xinjiangdagi strategiyasini amalllashtirishda ching turib, har vaqt urush holatini saqlab, atalmish Xinjiangning muqimligini qo'g'dash jangida g'alabini qo'lga keltirishga qasam bergan. Yaqinda Sharqi Turkistondagi Xitoyning adliya tarmoqlari 30 kishilik bir taftish guruhi tashkillagan bo'lib, ular maxsus atalmish zo'ravonlik, terrorlik voqealarini bartaraf qilgan. Ularning moslashib xizmat qiladigan o'rinlar bo'lsa, Urumchi, Qashqar, Oqsu, Xotan qatorliq Uyg'urlar asosliq to'plashib o'ltirishgan o'rinlardagi taftish organlari bo'lgan. Ciddi holatning muddati uzartildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'deki ciddi holatning muddatini yana bir qatim 3 ay uzartishni qaror qildi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, ciddi holatning 19 yanvar payshanba kundan boshlab 3 ay uzartilishi to'g'risidagi Bosh ministrlik mahkamasi ijozatnomasi Türkiye Büyük Millet Meclisi umumiy kengashida qabul qilindi. Fathullahchi terrorlik tashkiloti parallel davlat qurilmasining 15-iyuldagi harbiy isyon qo'zg'ashga urinish harakati sababidan 20-iyulda chiqarilgan qarorga asosan ijro qilinishga boshlagan jiddiy holatning muddati birinchi qatim 19-oktyabrda uzartilgan edi. Bosh ministr yordamchisi Numan Qurtulmush Türkiye Büyük Millet Meclisi umumiy kengashida so'z qilib, jiddiy holat muddatining uzartilishiga Fathullahchi terrorlik tashkilotini sabab qilib ko'rsatdi. Fathullahchi terrorlik tashkilotining texi davlat organlaridan taltukuz tozalanib bo'lmaganligini eskartgan Qurtulmush, Fathullahchi terrorlik tashkiloti va butkul terrorlik tashkilotlari davlat organlaridan tozalanib bo'lguncha jiddiy holat davomlashadi. Davlatning milliy xavfsizligi nuqtasidan keraklikdir, zarurdir. To'siqlarni elib tashlab, yo'limizni davomlashtiramiz. 3 ay uzartilishi to'g'ri va joyida chiqarilgan qarordir dedi. Suriyadagi urush to'xtatish kelishimining teksti oshkorlandi. Türkiye ve Rusya'nın kapalati ostida Bashar Asad hokimiyati bilan o'qituvchilar o'ttirisida imzolangan urush to'xtatish kelishimining teksti o'ttirga chiqdi. Türkiye Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Türkiye bilan Rusya'nın kapalati ostida tuzilgan urush to'xtatish kelishimi 5 moddadan tuzilgan bo'lib, kirish qismida taraflarning Suriya krizisini siyosiy yo'l bilan hal qilishdan boshqa choraning yo'qligini va siyosiy o'tkinchi bosqichning tez suratda boshlashni qabul qilganligi ta'kidlandi. Kelishimda ko'rsatilishicha, taraflar 16 yanvargacha o'zining hay'atini belgilaydigan bo'lib,
23 yanvarda Birleşken Milletler Teşkilatı'nın qatnashishi bilan Qozog'iston poytaxti Ostonada ko'rishidi. Kelishimda Suriyaning egilik huquqi va zamin butunligiga to'liq hurmat qilinadigan asosda Suriya xalqining manfaatini qo'g'daydigan, eqivatgan qonni to'xtatadigan va Suriya xalqining hammasini o'z ichiga oladigan davlat qurilmasi barpo qilish alohida tilga olindi. Kapolat berguvchi davlatlar bo'lgan Turkiya bilan Rossiya urush to'xtatishga xiloflik qilinganda elinadigan tadbirlar mexanizmi kelishimiga imzo qo'ydi. Mazkur kelishim bo'yicha Turkiya bilan Rossiya urush to'xtatish kelishimi to'g'risidagi ariz, shikoyat va tekshirishlar uchun o'rtaq komitet qurdi. Komitetning Anqara bilan Moskva ishxonalari bo'ladi va bevosita aloqa qiladi. Komitet Suriyadagi taraflarning urush to'xtatish kelishimiga bo'ysungan yoki bo'ysunmaganligi to'g'risida doklad sundi. Kapolat berguvchi davlatlar urush to'xtatishga xiloflik qilganda taraflarga embargo yurgiza oladi. Turkiya bilan Rossiyaning kapolati ostida amalga oshgan urush to'xtatish kelishimi 2016 yili 30 dekabr Anqara vaqti kech soat 01 dan boshlab ijro qilingan edi. Kanal A televiziyasida Uyg'urlarning hozirgi vaziyati anglatildi. Uyg'ur akademik dotsent doktor Erkin Ahmet Efendi Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan besim siyosatini anglatdi. Türkiye Ovozi Radyosu'nun xabarida bildirilishicha 2016 yılı oxirlashib 2017 yılının kirish harfisida, ya'ni 30 dekabr kuni Türkiye'nin Kanal A televiziyasida Ankara Üniversitesi Til ve Tarix Coğrafya Fakültesi Uyg'ur tili o'qituvchisi dotsent doktor Erkin Ahmet Efendi Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan besim siyosatini anglatdi. Erkin Ahmet Efendi xabar saati programmasining riyosatchisi Volkan Efendining Xitoy hukumati nima uchun Uyg'urlarga bunchavala besim ishiltidi degan savoliga javob berib, 49-yili Uyg'urlarning vatani Xitoy hokimiyatiga o'tkazib olinganda Xitoy nufusi 4-5% edi. Bugungi kunda Xitoy nufusi 50% dan oshdi. Xitoy hukumati bu zaminni o'zining qilib olish uchun besim siyosati yurgizmoqda dedi. Doktor Erkin Ahmet Efendi Xitoy hukumatining Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish uchun Uyg'ur tili va diniy erkinlikni cheklayotganligini ta'kidlab, yaqinqi 3 oy ichida Qashqar viloyatining Yangisar va Konishar nohiyalarida masjidlarni a'lolashtirish degan bahona bilan 3500 masjid chiqib tashlandi. Buningdagi maqsad Uyg'urlarni dindan uzoqlashtirishdan iboratdir dedi. Doktor Erkin Ahmet Efendi Uyg'ur davosining chet ellarda kuchlanayotganligini, yaqinqi 10 yilda Birleşken Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Komitetining umumiy yig'inlarda munozara qilinadigan masalalar qatoridan o'rin olganligini, cho'ng davlatlarning Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda Uyg'ur masalasini kun tartibga elib kelishga boshlaganligini ilgari surdi. Doktor Erkin Ahmet yana Kanal A televiziyasining riyosatchisi Volkan Efendining siz Turkiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirishiga qanday qaraysiz degan savoliga javob berib, Turkiya g'arbga qarshi kozir sifatida Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirimiz deyotdi. Biroq kirish ehtimoli yo'q. Agar Turkiya Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirsa, Uyg'ur davosiga salbiy ta'sirlarni ko'rsatadiganligi aniq degan qarashini ilgari surdi. Ankara Üniversitesi Til ve Tarix Coğrafya Fakültesi Uyg'ur tili o'qituvchisi, shunaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi bosh kotibi akademik doktor Erkin Efendi Turkiyada davomli turda doklad bilish yig'inlari, ijtimoiy taratqular va axborot vositalarida, shunaqla har qaysi xalqaro va yerlik televiziya kanallarida Uyg'ur davosini anlatib kelmoqda. Gollandiyadagi Uyg'urlar marhum Abdulhakimxon Maqsum Ajimning ish faoliyatlarini asildi. 2017 yıl 1 yanvar yakshanba elib berilgan Gollandiyadagi Uyg'urlarning oylik suhbat faoliyati marhum Abdulhakimxon Maqsumning ish izlarini to'nitishga bag'ishlandi. 2017 yılı 1 yanvar yakshanba elib berilgan Gollandiyadagi Uyg'urlarning oylik suhbat faoliyati marhum Abdulhakimxon Maqsumning ish izlarini to'nitishga bag'ishlandi. Shu yer vaqti peshindan Qur'oni Karim tilovati bilan boshlangan mazkur faoliyatda marhumning qisqacha tarixiy ish faoliyatlari va fikr qarashlari tunishtirildi va marhumga duoyi tilaklarda bo'ldi. Ko'pchilik insonning hayot mamotiga aloqador ilohiy nasihatlardan voqiflandi. Faoliyat oxirida erkin suhbatlarda bo'lgan jamoat turli sohalarda mo'ngdishib, shom namozidan keyin qaytishdi. Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif jamiyatining bosh mas'uli Obulqosim Abdulaziz, jamiyatning diniy ishlar mas'uli Abdurahmon Qarim, Aysa Qarim qatorliqlar ayrim so'z qilib, diniy ustoz Abdulhakimxon Maqsum Ajim haqida jamoatga tafsiliy ma'lumot berdi. Terrorning dini va millati bo'lmaydi. 2017 yil Yangi yil kechasi Turkiyada yuz bergan qonliq voqeadan keyin Turkiyada faoliyat olib berayotgan tashkilotlar birligi bo'lgan Hur Sharq Turkiston munbiri terrorning dini va millati bo'lmaydi nomida bayonot e'lon qildi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan har qaysi Sharq Turkiston tashkilotlari Hur Sharq Turkiston munbiri nomi ostida terrorning dini va millati bo'lmaydi nomida bayonot e'lon qildi. Bayonotda mundaq deyildi:
2017 yil Yangi yil kechasida Turkiyada yuz bergan ummat va millat birligini buzishni, diniy va ma'naviy shundaqla insoniyatning o'rtaq qimmatlarini oyoq osti qilishni maqsad qilganligi oshkora bo'lgan razil terrorlik hujumi bilan munosabatlik aniq bo'lmagan uchurlarga qarata davlat tarafidan axborot o'rinlariga bo'lgan cheklama bo'lishiga qaramasdan bir qism axborot o'rinlari va ijtimoiy taratqulardagi qiziq temaning terrorchining millati va kimligi to'g'risida Sharq Turkistonlik va Uyg'ur xalqiga qaratilgan bir qism asossiz va manbasiz munozara talash tortishlarning elib berilayotganligini afsuslik va qayg'u ichida ko'rmoqdamiz. Shuni hech qachon unutmasligimiz kerakki, terrorlikning dini, tili, irqi va millati yo'qdir. Bu insoniyatning o'rtaq masalasi va azobidir. Shu masala terrorlikning kimligi masalasi emas, balki eng muhimi uning tashkiloti va ideyasidir. Shuningdek, Fatullahchi terrorlik tashkiloti sababidan turk xalqi, PKK sababidan kurd xalqi, Daesh sababidan arab xalqi, Al-Qoida sababidan Pokiston va yoki boshqa bir millat gumon ostiga kirgizilib, munosabatlik terrorlik tashkilotlari bilan bir qatorda tilga elinishi aql va mantiqqa uyg'un bo'lmagandek, bu qitimqi yangi yil kechasi yuz bergan razil terrorlik hujumining Sharq Turkiston va Uyg'ur xalqi bilan munosabatlik qilib qo'yilishi, hatto o'xshash so'z jumlalarda bir qatorda tilga elinishi qabul qilg'ili bo'lmaydigan bir ahvoldir. Hör Sharq Turkiston munbiri bo'lish sifatimiz bilan har qanday bir vaqtdagidami bakrak birlik va barobarlikka muhtoj bo'lganligimiz uchun buningdek qiyinchilik bir sharoitda har qaysi tashviqot organlarimizni, ijtimoiy taratqulardan foydalanuvchilarni va xalqimizni bu haqda teximiz sezgur bo'lishga chaqiramiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasiga barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.